Çünkü biz bugün 3. fasllik programımızdan xulası berimiz. Albatta programımız yo'l qo'yilgandan hozirgacha bizning qizg'in ko'rman do'stlarimiz, bizning do'stimizga, urug' tuqqanlarimizga aylanib ketdinglar. Izchil programmamizning yengilliklariga nazaringlarni ag'dirib turdinglar. Kimlar qatnashyapti, kimlar qo'l tutishib sahnalardan ayrildi, kimlar to'y qildi. Mana shu masalaga qiziqayotgan tomoshabinlarimizmi izchil qo'g'lishib turib elchi programmamizni ko'rib kelyapti. Undaqda sizlarni qiziqtirib kelgan, sizlarning uyinglardagi qiziq parang tiyimlarga aylangan ko'rinishlarni qaytadan bir ko'rib chiqinglar bormi? Biz birlikda eslab ko'raylik. 3-fasllik elchida qanday qiziq gaplar bo'lgan, qanday aslimalar bo'lgan. Hocam. Ha, qizlar qanday ahvolingiz yaxshi tudinglarmi? Riyosatchi Mayra yaxshimi? Yaxshi. Ha, suyimli ustozlar hammalarga mendan salom. Meni tunish bilishlar odatda Sonita deydi. Meni. Ilaqa chiroyim bir qattiq shadisi bo'lib buzilib ketgan bo'lib, shunga endi mundal chiqsam qizlarni qo'rqitmaydi deb men. Ha. Shuning bilan sal men taqqiroq. To'xtang, qo'saq sag'an. Sal pakaroq. Men tasvirladim, ranjimang qirinishim. Yo'q, ish qilsa. Chunki meni yaxshi ko'rib bo'lgansan. Kim deydi sizni yaxshi ko'rdi deb? Ya o'zi hozir chiroqsiz shu chiroq saqlaymaydigan o'zi shu yaxshi ko'rib qoldim degan gap bu. To'g'ri. Moyrada maraz yoqtirib qoldim. Ya jinim men chiqyapmisan? Ishqib yurgin bir xil. Bishtaq. Ha, qancha maxluq kelsangiz yanada bek go'zal ekansiz. Rahmat, rahmat. İyi xosimi erim yaxshi degan shuda. Ya mama qatan sal bo'ldi. Shuna saat yo'q deganda men rasmiy his qildim juba. Yo'q, bu jubajining gidi qarab. Sen qiynalmadın ekan, chaqan ekan ey. Shulni qilimiz avat, shulni qilimiz avat. Aqdu daryolar sul suzuk, bag'rida tamasha o'ynab tuzuk. Aqdu daryolar sul suzuk, bag'rida tamasha o'ynab tuzuk. Özümge toqa çıktı, vayda dey taxtı sen topa çüştü, vayda dey taxtı sen topa çüştü. Yanı takdiri bilen vayda dey, minin ko'nglim sana çüştü, vayda dey minin ko'nglim sana çüştü. Yanı takdiri bilen vayda dey, minin ko'nglim sana çüştü, vayda dey minin ko'nglim sana çüştü. Deb ayğı bermasman, berilib dunyoga boyga bermasman. Sadoqat taxtida o'rni bor uning, minnatlik sunilgan choyga bermasman. Qiz yigitlar mana mush aqida bo'yicha sahnada turdi. Ular mol dunyoga berilmadi. Ular birdamlik qiziqish uchunla o'ziga javob bermadi. O'ylanish bilan, eg'ir besiqlik bilan, tingirqash bilan gayda təşvişleniş bilan sahnimizdən ayrıldı. Demək, ular yaşlığıda özüge yüz keliş üçün yaşadı. Sahnimizdən qol tutuşub ayrılışqanlarını köygünümüzdə biz mi xoş bulduq? Həcəbmi təsdi gəldi bu fürsət deyişdik. Həcəbmi təsdi bir cüblə sahnimizdən ayrıldı deyişdik. Ondaq bolsa 3-cü fəsildə kimlər qol tutuşub sahnimizdən ayrılğan? Biz bu çiraylıq əsliliklərini huzurunuza sunub görəylik. Aramızda kıydaş bulsa meyli, ayrılışlar bulmuşsun. Cevri capa kelse meyli, vazgeçişler bulmuşsun. Sen bendiksiz insan yoku meyli, yalgancılık bulmuşsun. Vücudumuz üşçey geçer. Bir laf fakat vazgeçişler bulmasın. Sevenliksiz insan yok. Güleyle biz, toy kıldıcı, toy kıldıcı.
Elçi programımız üzülmey suratga iliniyotidu. Gerçi men sahnada yalğız turib ko'pchilikka haqiqiy elçi sifatida tonilayotgan bo'lsam-mu, lekin men uchun programma uchun xizmat qilayotgan nurg'un qiz yigitlar bor. Ular mo'rini mo'ri bitirib, kunduzni kechiga, kechini kunduzga ulab ishlab ketyotidi. Demak, elchini cho'rdigan biz yoshlar yoshlig'imizda ko'pchilik yaxshilik uchun xizmat qilamiz deb aldirayotimiz. Mana shu yo'sinda bizning ko'nglimizga yarasha bizni xush qiladigan ishlar jiq. Masalan, programmamiz qatnashayotgan qizlar ichida ko'pchilik tanilgan xeyli ko'p qizlar bor. Ularning tomoshabinlar ismini biladi. Hatto oilasi haqida hikoyalarni bir-biriga so'zlashib yurishadi. Qizlar programmamizga izchil qatnashgani uchun tomoshabinlar ularning keyingi taqdiriga alohida ko'ngil bilyotdi. Mush qiz kim bilan tushib ketdi? Mush qiz aslida mavish yigitga loyiq ekan-to'q degandek suhbatlar o'ylardan uzilmayotdi. Ko'nglimizni yerim qiladigan yana kichik bir halqalami bor. Programmamizning baho berish bosqichlarida bir qism tomoshabinlarimiz balkim o'ylamasdan, balkim shu vaqtdagi hissiyoti bo'yicha baholarni beryotdi. Bu qiz nemish uzun turib ketdi? Bu qizga bir o'g'il chiqmayotganda qandaq? Mush qiz chiqmas bo'ladi. Bu qizning yeshi cho'ngroqmi deyman. Nima uchun yeshi cho'ng qizlar chiqadi degandek. O'ylab yiqqan qadrli do'stim. Agar ular turmush musofasida savollarga duch kelmagan bo'lsa, elchiga chiqmagan bo'ladi. Biz ularga madad berish uchun sahnada turyapmiz. Hadisi bo'lib, do'sti bo'lib. Shundaqkan bo'lsa, elchi programmamiz qatnashayotgan qizlarimizga, o'g'illarimizga madad berish hammamizning burchi bo'lgan bo'lsa, texim yaxshi bo'ladi. Chunki dunyo bir sovg'a bo'lsa, bu sovg'atlar ichida eng kattasi mehr muhabbat. Undaqda elchi programmamizga yarashgan, elchi programmamizning gul g'onchilari bo'lib kelayotgan, tomoshabinlar yaxshi ko'rgan ham turli baholarda bo'lgan qizlarimizning naq maydondagi ifodasini yana bir eslab ko'raylik. Dostlar, yaxshimsizlar? Men do'stimlar Fayzadan sizlarga o'tliq salom. Men elchi programmasining birinchi bo'limiga qatnashgandan keyin nurg'un do'stlarimiz mendan nurg'un savollarni qoldiribdi. Ya'ni elchi programmasiga nima sababdan qatnashgan, undan boshqa qatnashgandan keyin nima uchun yigitlarni tanlamaysiz? Eng muhimi yana siz hozirmi, bo'ytaqmi yoki to'y qildingizmi degandek savollar ekan. Bu savollarga bugungi yaxshi fursatda javob bermoqchi. Elchi programmasi bo'lsa, bizdek ilg'or ideyadagi yoshlarningki eng yaxshi sahnasi ekan, shundaqla o'zining aldirashligi yoki xizmat sababidan tanishishga, loyiq tanlashga fursat bo'lmagan do'stlar uchun eng yaxshi tanlash fursat ekan deb shu qiziqish bosqichida qatnashgan. Undan boshqa nurg'un do'stlarimiz yana mendan Muşun qatnashgandan keyin qanday ta'sirotlarga ega bo'ldingiz debdi. Elchi programmasi 78 son ilish jarayonida nurg'un do'stlar qatnashdi. Shundaqla nurg'un do'stlarimiz mush sahnadan o'zi yoqtirgan odam bilan qo'l tutishib to'y qildi. Bu elchi programmasiniki bizga olib kelgan eng yaxshi sovg'asi deb qarayman. Undan boshqa Nemishqa siz elchi programmasiga qatnashib yigitlarni tanlamaysiz debsizlar. Odam endi o'zining turmushi, shundaqla o'zining kelgusini belgilash uchun o'ziningki o'ylig'ini shundaqla o'ziga mos keladigan, o'ziga to'g'ri keladigan odamni tanlash huquqi bo'ldi. Shuningga nurg'un do'stlar bilan tanishdik, do'st bo'ldik, lekin mijoz xarakterimiz yoki nurg'un jihatlardan mos kelmaslik sababidan tanlamadim. Uchinchi savollar, ya'ni sizlarning eng muhim bo'lgan savol, siz hozir bo'ytaqmi? Yo'q, men bo'ytaq emas. Nurg'un do'stlarimiz ayrim hollar so'raydi, masalan, shu do'yin ko'rsatishlar bo'lsin, do'yin shopinglarda session qilib bo'lsin so'raydi. Men sizlarga shu fursatda javob beray, men bo'ytaq emas. Oxirida elchi programmasi o'xshash aktiv energiyalik programmaga do'stlarning qatnashib, o'zining ta'limini sinab yiqishni, shundaqla baxtini tepishni chin ko'nglimda umid qilaman. Qadrli ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? Men elchi programmasining 1-sonidan boshlab qatnashgan Mayir Aliya. Hammanglarga o'tliq salom. Elchi programmasiga qatnashgandan yaqin nurg'un ko'rman do'stlar, menga ayrim xanda so'z qoldiribdi. Asos qoldirgan savollari ikki turli. Birinchisi, siz nima uchun chiqib qolsiz? Ikkinchisi bo'lsa, siz nima uchun ba'zi yigitlarni tanlamaysiz deb. Birinchi savolga javob bersam, mening chiqib qolishimdagi sabab mening so'ragan savollarimning hammasi atrofimdagi do'stlarimning turmushda yuz bergan, men uchratgan masalalar. Nurg'un kishilar turmushda reallikdan o'zini qochirgan asosda yashaydi. Ammo men so'ragan shu savollar hammamizning turmushida ozdir ko'pdir uchrab turdi. Shu sababdan men bir qadar jiqroq savollarni so'rab qo'ydim. Ikkinchi savolga kelsak,
sahnada chiqqan shu yigitlar aramızda yosh farqi bo'lganligi sababidan ham ularning turmushga bo'lgan ko'z qarashi bilan mening turmushga bo'lgan ko'z qarashim orasida o'rtoqlikning yo'qligini his qilganligim sababidan chiroqni o'chirib o'tishga majbur bo'ldim. Men elchi programmasiga qatnashish orqali shuni his qildim. Elchi programmasi bizga o'xshash yoshlarning turmush darsxonasi bo'lib qoldi ekan. Biz balkim turmush qurish tajribamiz bo'lmaganligi sababidan turmushga qarta o'z oldimizga o'lcham, qoida bekitib olamiz. Ammo bu o'lchamlarimiz tamamen to'g'ri bo'lib ketishi notayin. Shunga naq maydonda ustozlarning bizga ko'rsatgan ta'lim tarbiyasi orqali o'zimizdagi bu o'lchamlarning xato bo'lgan joylarini to'g'rilay olamiz. Shunga kam ko'rman do'stlarning aktivlik bilan qatnashib, naq maydonda shu ustozlar bilan o'rtaq fikrlashib beqishni chin ko'ngildan umid qilaman. Yaxshisi ko'raman do'stlar, elchi programmasiga davomli qatnashib kelayotgan, sizlarni yoqtirib ko'rishinglarga muyassar bo'lgan qiziqchi yumoristik suhbatdan hammalarga o'tib salam. Shu qaysi bir savollarga duchor bo'lib qoldim. Masalan, nemish elchi programmasiga qatnashib qoldingiz? Nemish ancha savol so'raydigan qizlarning orasiga birsiz. Yana birga mush elchi programmasiga qatnashish jarayonida birsiga chiroq saqlab qolmadingiz deb nurg'un savollar so'raldi mendan. Nima uchun qatnashdingiz deganda men shu programma o'zi aktiv energiyalik programma, yoshlarga nisbatan bir jo'shqin holatdagi bir yaxshi bir programma bo'lganligi uchun shu programma qatnashdim. Bu programma qatnashish jarayonida shu aktiv energiyaga ega bo'lishdan sog'lom bo'lgan bir psixikaga, yana birga shu qonun soatlarga ega bo'lib, lekin o'zimizning loyiqli bo'lgan bir loyiq tanlashda bir yaxshi bir fursatga ega bo'ldik. Endi bu chiroq saqlab qolmaslikka sababim bo'lsa, endi o'zimga mos kelgan, lekin shu bir-birimizga hamdam bo'la oladigan, bir-birimizni qo'llaydigan bir joy bo'lgan bo'lsa, balki men chiroq saqlab qoldim. Shunga shu xalqimningki meni yoqtirib kelgan, davomli shu meni qo'llayotgan barcha xalqimga salomatlik tilayman. Oxirida shu programmamni qo'llab ko'rayotgan, yoqtirib kelgan barcha azizimga ko'pdan-ko'p rahmatimni bildiraman. Shu programmamga teklif fikrni bergan, men qatnashgan sonlarni qo'llab, yoqtirib kelgan do'stlarga ko'pdan-ko'p rahmatimni bildiraman. Oxirida menlarning tini salomat, ishinglar o'ngishli bo'lg'ay. Elchi programmasi tilga ilinsa, men riyosatchi Mahira Abdug'ani. Yoshlarni psixik jihatdan to'g'ri yetaklaydigan Ali muallim. Qonun savotlari jihatdan ko'pchilikka bilim berib kelayotgan Patugul advokat darhol ko'pchilikning ko'z oldida namoyon bo'lishi mumkin. Bugun men ishga hamroyimni boshlab olib kelmadim. Chunki xizmat aldirashchiligida ular sirtda bo'lib qoldi. Lekin izchil qadamimiz billa, nishonimiz billa, arzu istaklarimiz billa bo'lib keldi. Undaqda bu qadrdonlarimizning yurak so'zini meningmi anglag'im bor. Qani birlikda anglaylik. Elchi programmasida 78 son e'lon bo'ldi. Hamda har qanday bir narsa takrorlanish jarayonida mukammallashmoqdi, o'zgaribmoqdi. Har qanday narsa. Bu jarayonda qanday o'zgarish bor degan vaqtda burunqi mahirlarning bir-birini loyiq tanlashda diqqat qiladigan nuqtalari, ahamiyat beradigan nuqtalari da o'zgarish bor. Masalan, burun bir-birining moddiy sharoitini birinchi o'rin qo'ysa, hozir bag'ansiri psixikalik sharoitining texmo muhim ekanligini tunib yetdi. Ham ikki odam to'y qilib uy kirdi degan gap, ikki o'xshamagan xarakter, ikki o'xshamagan dunyo birga keldi degan gap. Bu jarayonda ularda xarakter to'qinish bo'ladi. Ham to'y qilishdan burun bir-birimizni tushundik deb qaraydi. Bir-birimizni tushundik degani nima deganda erning kallasida qarshi tarafning bir simasi bo'ladi. Ayolning kallasida erning bir simasi bo'ladi. Ammo bu kallasdagi qarshi taraf reallikdagi shu odam bilan o'xshamay chiqib qoldigan avvallar bor. Buni anodi ekan bir-birimiz to'y qilgandan keyin o'zgardi deyish bo'ladi. Amaliyot nimasi bu shu to'y qilishdan burun qiz yigitlarning bir-birini to'liq tushunmaganligining ifodasi. To'y qilib bo'lgandan keyin dal nima desa, bu tushunmagan taraflari bir-biriga paydo bo'ldi. Bu dal nimasi psixikalik sharoit deb qaraymiz. Yana bir nuqta nimasi burun hamda o'zini ifodalashda, o'zining ortiqchiligini namoyon qilish yoki kamchilikini qo'rqmay oshkorlashda qiyinchilik bo'ldi. Barbarachu degan vaqtda bu jihatdan qabul qilib sahnadagi bolalarning turish holati bo'lsin yoki ichki dunyosini
hem bahrilanishda bo'lsin, ma'lum darajada bir xilliqi erkin ifodalaydigan bo'ldi. Ham bundan keyingi chiqadigan moyillar deydiganimiz nima deganda, bu sahnada qandaq natijaning bo'lishi bu bek muhim emas. Muhimi nima deganda, bu sahna chiqib o'zining ifodalash qobiliyatini meyl ortiqchilik olsun, meyl kamchilik olsun, bunu bir xilliqi deyish, eng yaxshi bir aloqa qilish mushayatda anchaqroq ko'ngil bo'lsa, men yaxshi deb qarayman. Men şu programma, elçi programmasınınki 1. sanadan 78. sanagacha izchil qatnashib keldim. Bu jarayonda elçi programması öyleniş yaşığı toşqan bolsunmu, muhabbet her xil sebepler tufaylidan muhabbetleşenmegan, özüne bir-biriga joy tapanmagan qiz yigitlarga nisbatan nihoyat bir yaxshi programma bo'ldi. Elçi programması yo'l qo'yilgandan keyin atrofimizda nihoyat yaxshi ta'sir paydo qildi. Buning ijobiy rolimi nihoyat cho'ng bo'ldi. Bu jarayonda men shu programmada qonundan maslahat berish vazifasini üstüge aldım. Bu jarayonda meyli tordan maslahat so'rganlar bo'lsin, meyli telefon orqali maslahat so'rganlar bo'lsin, yoki ishxonamizga kelib qonundan maslahat so'raydiganlarmi nihoyat ko'p bo'ldi. Bu jarayonda men o'zimninki kuchimdan yetishicha qonundan maslahat so'rganlarga to'g'ri, tushunishlik, atrofliq maslahat berishga tirishchanlik ko'rsatdim. Bunun roli nihoyat cho'ng bo'ldi. Bu programmaniki, buningdagi yana o'zlik taraqqiy qilishiga, onun boshqa keng xalq ommasiga har jihatdan shu mayli qonunda maslahat berish jihati bo'lsin, mayli psixik jihatdan maslahat berish bo'lsin, eng muhimi shu o'ylanmagan qiz yigitlarga sharoit yaratib, shularningki qonun bo'yicha o'ylanib, inoq oila barpo qilish jihatda rolini jari qildiradiganға. Programımızın 1. fasıl, 2. fasıllarda biz köpçülükке Sanya Sayahidida qo'l tutishgan, to'y musobaqasiga ulaşgan yoshlarımızın şadiyani külkülerini anılta algan edik. 3. fasılda mı albatta natijasiz qolmadik. Lekin Sanya Sayahidida ulaşgan yoshlardan faqat bir juftli chiqdi. Ya'ni köpçülükке bakma tanışlıq bo'lib ketgan Qasım Qo'shiq apandi bilan hamrohi Rayongul xonim. Undan boshqa yoshlar garchi sahnamizdan qo'l tutishib ayrilgan bo'lsa-mu, lekin turli sabablar tufaylidan turmush jihatdagi ko'z qarashlarda o'rtaqlasholmaganlik sababidan va yoki cho'nglarning fikr bir yerga kelib bo'lolmaganlik sababidan va yoki o'zaro bir-birini mos kelmaydi ekanmiz degan xulosaga kelganlik sababidan biz ularni sayyoga yo'lga solamidik. Dövlətimizдің tolumu güzel bo'lgan manzirlik sayohat nuqtalaridan bo'lgan Sanya Sayahidida Qasım Qo'shiq apandi bilan Rayhongul xonim nima ishlarni qilayotgandi? Qani, birga ko'rib boqaylik.
Sen gap qilamsan. Gap qilaverasizlar. Sen gap qil. Bu muştum şapılaq oynamdık ya. Oy, rast çizlikma ekran aldaki barlıq tamaşaçılar biz kim dese men şu 56-cı sanda elçi programmasının ma qızvalını bille elip çıkıp ketken Məxsumcan yani Qasım Qoşuqның zapırı olma. Çizlik tudangmı? Salam köpçülük əmmənizlərə gerçək vaxtınızda xeyirlik bolsun. Biz elçi programması 56-cı sandakı qol tutuşub çıkıp ketken bir cüpla. Mən Reyhangül. İster. Endi sen mi isel tura? Endi bizni şu elçi programması bizni şu alaydı qollab şu Pesil Soçeklik şirketi texmi alaydı qollab bizni şu 8 günlük sayatiga bizni qanday qildi? Uğurlaştırdı. Vay seyyadiga acayip garayip güzel. Çarşlarını yer. Şu seyyadki yatakçomuş o nime Pesil Soçeklik şirketi uğurlaştırgan yatak tike şu çınqışqı qalab xutunmuş çeçin tarı deyme öynek bika qasana. Şunda pakiz yollarımı isilken. Mesela mağbek təsir qığayırı biz men berib şu keşti bir narsaga chiqdik sirtqa anımı şu maşinlarni aytdi zich o'tishib turgan ashta yo'lda biz yo'lning levga berishimizga 2 tarafdan mashina shipdi to'xtadi nemish to'xtaydigan deb qizil chiroq bormi deb kuzamning hamma yerda o qolsam bishtalmi qizil chiroq yo'q qolsam mang deb halqa shopir bizni to'xtab tur. Mavo qalabdiki men qarag'andim. Qarsam absiz qizil chirog' yo'q, lekin shular bizga yo'l berdi. Piyodalarga avval yo'l berdi. Demak, mana madaniyatning o'simi shu. Shunga har qanday vaqtda biz texmo yaxshi holatimiz bilan boshqalarga mehr-muhabbat bersak, bu nima degan qaltis. Programmamizning bundan keyingi kasblarning utuqlariga, Pesil Soçeklik shirkatininki har tür kasblarniki utuqlariga chin dilimizdan rahmat aytamiz. Har qanday vaqtda eng yaxshi natijalar mana bizni qo'llagan, o'zgalarni qo'llayotgan korxonchilarimizda bo'lsin. Qo'l har vaqt ching tutilganda mana shundaq eng esil kayfiyatlar, minutlar Gep qilmoqna bo'ldi, ha. Gep tugda vallahi olsa, men mush munosabatlar elchi programmasiga va elchi programmasidan oldikayinki barliq xizmat qilayotgan xodimlarga chin yurgimdan rahmat aytaman. Elchi programmasidan bundan keyinki yo'llarining gulzarlik, isel, baland, yo'ruq, azaz bo'lsin chin yurgimdan yaxshi ko'raman, umid qilma. Aras Pesil Soçeklik şirketigimi langonjung şey jima. Çizlikmi?